ba'zi ekspertlar pullik to'xtash joylari tirbandlikni yomonlashtirganini aytishyapti. Misol tariqasida Fidokor, Nuroniy, Buxoro, Taras Shevchenko ko'chalari misol qilib keltirgan va buni qanday izohlaysiz? Ko'chalar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan, ya'ni kim tanlanmagan va o'z-o'zidan hokimlik tomonidan shu yerda ko'rkorona parkovka bo'lsin deyilmagan. Har bitta ko'chani tashkil qilishdan oldin biz va bizning hamkorlarimiz, shu jumladan Toshkent shahar hokimligi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mutaxassislari, ekspertlarni jalb qilgan holatda o'rganganmiz. Ya'ni buni ortida juda katta ish turibdi, ya'ni katta o'rganish turibdi. O'rganish davomida ko'rilganki, shundoq ham bu ko'chalarda ikki qatorlab parkovka qilish odatga aylanib qolgan. Norasmiy odatga aylanib qolgan. Hattoki u yerda taqiqlovchi belgilar bo'lsa ham. Nega? Sababi shu ko'chalar gavjum, qaysi ma'nodaki u yerda qator idoralar bor. Ya'ni xizmat ko'rsatadigan yoki tovar mahsulotni realizatsiya qiladigan, sotadigan joylar yoki bo'lmasa kafe, restoranlar joylashganki, xalqimiz u yerga serqatnov. Ya'ni shahrimiz aholisi va shahar mehmonlari shu joyga kelib ketishadi. Aksariyat holatda mashinada. Va ikki qatorlab parkovka qilib ketishadi va bu tirbandlikni o'z-o'zidan tabiiyki keltirib chiqargan. Shuning uchun qaror qabul qilindi va pulli parkovkaning asosiy roli, vazifasi ham shundaki, tartibni yuzaga keltirish. Pulli parkovka pul topish degani emas yoki pul tushumini ko'paytirish degani emas. Pulli parkovka bu birinchi navbatda tartib.